Andijon viloyatida ham iyul oyining 1-haftasidan boshlab davlat tibbiy sug'urta tizimi joriy etiladi. Mazkur tizim haqida keng ommani xabardor qilish maqsadida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press tur tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tibbiy sug'urta aholini davlat tomonidan kafolatlangan bepul va sifatli tibbiy xizmatlar bilan ta'minlash tizimi sanaladi. Ushbu tizimning afzalligi, real natijalari va ommaviy joriy qilish masalalari bo'yicha jurnalistlar uchun press tur tashkil etildi. Dastlab jurnalistlar bir qator tibbiyot muassasalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ilk manzil Andijon viloyati onkologiya markazidagi immunogistokimiya laboratoriyasi bo'ldi. Zamonaviy texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan laboratoriyada bemorlarga aniq tashxis qo'yish va kasallikni erta bosqichda aniqlash imkoniyatlari yaratilganiga guvoh bo'ldilar. Shundan so'ng ishtirokchilar matbuot anjumanida jam bo'ldilar. Mas'ullar tomonidan yangi tizim haqida atroflicha ma'lumot berildi. Savollar ochiqlandi. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan 2026-yil 1-iyuldan Andijon viloyatida ham davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlari to'liq joriy etiladi. Hozirda viloyatdagi 260 ta davlat va xususiy tibbiyot muassasasi davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi bilan shartnoma tuzgan. Tizim doirasida shoshilinch tibbiy yordam, mutaxassislar qabullari, tekshiruvlar, jarrohlik amaliyotlari hamda dori-darmon bilan ta'minlanish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Matbuot anjumanida shu kabi ma'lumotlar o'rtaga tashlandi. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida badal puli yo'q. Aholi bunda hech qanday chiqimdor bo'lmaydi. Balki mana shu har bitta aholi uchun davlatni o'zi tibbiyot muassasasiga bu inson uchun mablag' to'lab qo'ygan bo'ladi. Endi aholi tibbiy sug'urta tizimiga kirganini va bundan foydalanishi mumkinligini qanday biladi deb so'rashingiz mumkin. Bunda aholi oilaviy shifokoriga borganida oilaviy shifokorlarga murojaat qilishdan oldin hozir hamma joyda aholini o'sha insonni pasporti so'ralyapti. Pasporti so'ralgani bu uni sug'urta qilinganini bildiradi. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida ham aholini tibbiy xizmatlardan bepul foydalanishi uchun tartib belgilangan. Bu eng avvalo oilaviy shifokorga murojaat qilinishi, viloyat darajasida davolanishi yoki respublikaga murojaat qilishi oilaviy shifokordan boshlanadi. Masalan, yuragi og'rigan odam sharti kardiologga boradi, u shifoxonada ishlaydimi, Toshkentdami yoki Andijondami, birdan tanishlaridan so'rab surishtirib boradi. Bunday jarayonda tibbiy sug'urtadan foydalana olmaydi. Nimagaki u oilaviy shifokordan murojaat qilib, o'sha tartib bilan kelmasdan o'z boshimcha borib murojaat qilayotgani uchun u pul to'lashiga to'g'ri kelishi mumkin. Shu sababli bepul tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun eng avvalo oilaviy shifokorning maslahatiga quloq solish va uni tavsiyalariga amal qilishga to'g'ri keladi. Yangi tizim kuchga kirgach, aholining tibbiy xizmatlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, sifatli va qulay tibbiy xizmat qamrovini kengaytirishga xizmat qiladi.